Hozir videoda nima deb boshlashni bilmadim to'g'risi. Ismim Muhammad, yoshim 17 da. 2008-yilman. Maktabni bitirganimga 1-2 oydan oshdi. Bundan bir yil oldin, bir yildan xuddi shu payt ekan. 1 yil oldin, rosa 1 yil oldin qurilishda ishlardim. Lisedan chiqib ketib, qo'lim sinib qoldi. Qo'lim sinib, uyda yotib qoldim. 1 oy gips qilib qo'ydi, 1 oyga. O'zi ham 1 oy. Asli shunaqa zerikarli o'tdi. Birinchi hafta shuni shunaqangi Instagramga berilib ketdim. Ertaman turib scroll up qilardim. Yotganimda ham, turganimda ham, ovqat yeganimda ham, uxlaganimda ham scroll up. To'lqa. Hatto uxlamayotgandim ba'zida kechasi bilan tong yotkizib yuborayotgandim Instagramga ko'rib. Keyin zerikdim. O'tib zerikib ketdim. Vashi zerikib ketdim. Keyin YouTube'ga girdimda, YouTube'da qarasam 1 soatlik videolar bor. Sabrim yetmasdan eplab ko'rdim. Hali bo'lib 1 soatlik videoni 5-6 kun ko'rdim-da. Instagramga kirib ketib qolaman, yana YouTube ko'raman. Yoqib qoldi lekin YouTube'da videolar. Foydali ma'lumotlar. O'zi oldin ham soatlab kino ko'rardim, lekin podkast eshitishga chekinalib qoldim. Keyin YouTube'da ingliz tili bo'yicha qanaqadir gaplar ketdi. Amerika bo'yicha shunaqa Amerikaga ketib hayotini o'zgartirdim degan videolar ko'rib qoldim orada. Keyin men Amerikaga bormoqchi bo'ldim-da, ingliz tilini boshladim. Qaranglar, matlar chiroyliligi. Telefoncha kachitasi yo'q. Chiroyli joylarda, mana dam olish joylari, unitlar. Ketib qolgan qaramasdan. Gapga berilib. Soy. Shuna qilib o'sha videodan keyin ingliz tili boshlamoqchi bo'lib, qo'lim tuzaldi. 1 oy o'tgach maktab boshlandi. Maktabga chiqdim. Maktabda ingliz tilini boshladim. Bu videoda davomiga oldindan uzr so'rayman. Mikrofonim yo'q. Qanaqadir ovozlar paydo bo'lib qopti, shikir. Shuning uchun yo'qotolmadim ovozni. Qancha montaj qilib ham oldindan uzrimni so'rab qo'yaman. Videoni ko'rishda davom etamiz. Ham ingliz tilini o'rganganimdan keyin haligi dunyo qarashga kelganda, rostdan ham dunyo qarashi ancha kengayib salib. Hayotga bo'lgan qiziqish ortdi. Faqat PUBG dan iborat emas, faqat Instagramdan iborat emas, faqat TikTokdan iborat emas degan narsani mindsetni ingliz tilini o'rganishni boshlaganimdan keyin tushundim. Ertaroq boshlamaganimga rostdan juda qattiq afsuslandim. Ertaroq boshlash kerak edi, vaqt o'tkazib yuborganimni tushundim. Shunaqa achinib ketdim vaqtimga. Hozir o'zim ukam ham PUBG o'ynab, Instagram ko'rib, shunaqa asabim buziladi. O'qishning pulini o'zim to'layman desam ham o'qimaydi. Men ingliz pulini o'zim ishlab, o'zim to'layman-da. Shunaqa achinaman. Do'sti, menga ham aytishganda o'qimaganman, cham. Bunday ham sinov bo'lmasa bo'ldi deb xavotirdaman. Lekin qancha erta boshlasa shuncha yaxshi ekan, to'xtatib qo'ymaslik muhim. Rosa 1 yil bo'ldi ingliz tilini boshlaganimga. Salkam 1 yil bo'ldi. To'g'risi Amerikaga o'qishga ketaman deb ingliz tilini boshladim. Prosta menga alfdan 5-5,5 bo'lsa bo'ldi deb boshlaganman. Hozir kamida 8 olmasam hisoblat deb sahraga chiqibman. Ancha dunyo qarash kengaygandan keyin maqsadlar ham kattalashar ekan. Ko'payishni boshlaydi ekan. To'xtamay qolasiz ekan. Haligi men hamma yo'lda bilaman degan narsa yaxshi ekan deb o'ylanib qolasiz. Ancha dunyo qarash kengaygandan keyin hech narsani bilmaslik bu ayb emas, lekin
o'rganmaslik ayb degan narsani tushungandan keyin o'rganish kerak bo'lgan narsalar juda ko'pligini tushunib, hozir tashlab olman rostdan. O'zi o'qimaganim ham yaxshi ekan deb o'ylanib qolaman. Chunki men hamma yo'lda bilaman degan pozitsiya yaxshimidi deb o'ylanib turaman ba'zida. Chunki men hamma yo'lda bilaman desangiz o'rganmaysiz-da. Maza qilib yurasiz, vaqtingiz mo'ray bo'ladi. Xohlaganingiz yurasiz, ko'chaga chiqasiz, oshlaringiz bilan daydiysiz. Bu ingliz tilini boshlaganimdan keyin ham shunday bo'ldi. Chunki ingliz tilini boshlashdan oldin ishlardim. Ishlab vaqt bo'lmasdi. Hozir ingliz tilini boshladim, ishni to'xtatdim. Faqat vaqtimni o'qishga sarflayapman. Darslarimni qilib qo'yib, darsimdan tashqari yana mashg'ulotlar qilaman. Bemalol kunim yarim oshib qoladi. Shuna qilib do'st oshnalarim bilan yuraman, maza qilib, kayf qilib. Bu qandaydir o'rganish ham maroqli-da. Bilaman, ba'zilar vash zerikarli, o'qish qiyin deyishi mumkin, rostdan qiyin. Da'va o'zim ham boshlagim kelmaydi ba'zida. 1 minut qilaman bo'ldi deb turib boshlab olib tugatib qo'yaman-da. Keyin maza qilib vaqtimni bekorchilikka sarflayman. Ingliz tilida hali o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Dunyo kezaman degan niyatlarim bor. Lekin o'ylantiryapti. Eng katta o'ylantirayotgan narsa ingliz tilini o'rganib, Amerikaga borib, Amerikada ham qanchadir vaqt ishlab, o'qib, qaytgandan keyin nima qilaman degan narsa o'ylantiryapti. Maqsad kattasi bo'lmaydi. Maqsad o'zi bo'ladi. Keyin pog'onalari bo'ladi. Oliy maqsad bu prosta orzu bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun maqsadni erishsa bo'ladigan qilib qo'yib, erishgandan keyin keyingi pog'onaga qo'yib harakat qilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu videoga nima nom beraman bilmayman. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Nima kuzatishinglar kerak, nima haqida nimalar qilishim haqida keyingi videolarda xudo xolasa ko'rsatib boraman. Qaranglar. Qanday chiroyli joylar. Uning ham yurmaydi qo'rqinchlikda. Setkalar, qamoqxonaga o'xshaydi. Boyvachchani gibi ham. Naqlab hayotdan zavq olib yuribsiz. To'g'risi, o'qiyapsizmi? Unaqa zerikarli. Shuni darslarda ochib olib, kitoblarni ochib, daftarlarni ochib, yozaman deb ruchkani tayyorlab, tayyor qilib tursa keyin Instagram ko'rib yotish bo'lmasa kerak menimcha. Orzu deyman, faqat orzu mayli-da. Agar ham qo'yib, keyin asta sekin bo'laveradi. Agar to'xtamaymiz, sizlar davom eting.